Besh boqqish yaqinlashgan sari Molly ko'p tashvishlana boshladi. Deyarli har kuni ishga kech qolib borardi. Har safar uxlab qolganligini aytib uzr so'rardi va butun tanasining zirqirab og'riyotgani haqida shikoyat qilardi. Lekin ishtahasi karni edi. Turli bahonalar bilan ishdan erta ketardi. Farosatsizligi shundoqqina sezilib turgan yuzini ko'lmak suvga solib uzoq-uzoq tikilib qolardi. Hayvonlar orasida Mollyning qilmishlari haqida turli mish-mishlar ham yurardi. Kunlardan bir kun ferma hovlisida dumini o'ynatib aylanib yurgan Mollyni somon ko'shayotgan Clover imlab chaqirdi. "Molly", dedi u, "mening sizga aytadigan jiddiy gapim bor. Bugun sahar payti hayvon fermasi bilan Foxworth fermasi oralig'iga qo'yilgan to'siq oldida sizni ko'rdim. Men uzoqroqda edim, lekin to'siqning orqa tomonida Mister Pirkington ishchilaridan biri turganini sezdim. U siz bilan nima haqidadir gaplashardi. Hatto burningizni sillashiga ham ruxsat berdingiz. Tinchlikmi, Molly? Nima gap? Tuhmat qilmang. Bunday voqea ro'y bergani yo'q, dedi Molly tuyoqlari bilan tepsinib turib. Molly, yolg'on gapirmang. Tumshug'ingizni haqiqatdan ham silatmaganman deb qasam icha olasizmi? Dedi Clover. Gapingiz to'g'ri emas, dedi Molly ko'zlarini yerga tikkan holda. U Cloverning ko'zlariga qaray olmasdi. Molly Cloverning oldida uzoq tura olmay yaylovga o'tlagani ketdi. Loverning kallasida esa bu voqeani boshqalarga aytsammi yoki yo'qmi degan fikrlar g'ujug'on o'ynay boshladi. U otxonaga kirib, Molly yotadigan supaga solingan somonni tuyog'i bilan aralab ko'rdi. Somon tagiga bir necha oq qand va har xil rangdagi lentalar yashirilgan edi. Bu voqeadan 3 kun o'tgandan so'ng Molly yo'qolib qoldi. Hayvonlar uning qayerda ekanligini uzoq vaqt bilisholmadi. Bir necha hafta o'tgandan keyin esa kaptarlar Wellingtonning bir chekkasida Mollyni ko'rganliklari haqida xabar keltirdilar. U pivoxona yonida to'xtab turgan qizil va qora rangga bo'yalgan chiroyli aravaning shotilari orasida turardi. Shaxmat matodan shim kiyib olgan va nihoyatda semirib qorinlari osilib ketgan chertsa yuzlaridan qon tomadigan bir mayor Mollyning tumshug'ini silardi va unga oq qand berardi. Mollyning tanasidagi mo'ylarning yaqindagina qaqtishlanganligi sezilib turardi. Sochlariga qizil lenta bog'langan edi. Mollyning hayotidan mamnunligi sezilib turardi. Bu xabarni eshitgan fermadagi hayvonlar Mollyning nomini ikkinchi marta tilga olmay qo'ydilar. Yanvar oyida ob-havo juda qattiq keldi. Yer temir metindek muzlagan, dalada ishlashning hech iloji yo'q edi. Katta molxonada ketma-ket majlislar o'tkazila boshladi. Kelasi yili olinadigan hosilning rejalari cho'chqalar tomonidan tuzilardi. Cho'chqalar fermada ro'y berayotgan siyosiy voqealarni nazardan qochirmasdilar. Hayvonlar bu tartibga ko'nikishgandi. Cho'chqalar tomonidan chiqarilgan qarorlar ko'pchilik hayvonlar tomonidan tasdiqlanishi shart edi. Hayvonlarning o'ziga ham qarorlar ustida bosh qotirmasliklari yoqib tushardi. Lekin Snowball bilan Napoleon hech bir masalada kelisha olmas edi. Ular o'rtasidagi kelishmovchiliklar kuchayib borardi. Agar ulardan biri fermaning ekin ekiladigan maydoniga arpa ekishni taklif qilsa, ikkinchisi buni albatta rad etib sula ekish foydali ekanligini isbotlardi. Agar biri dalaning tuprog'i faqat karam ekish uchungina yaraydi desa, ikkinchisi bu yerga umuman ekin ekib bo'lmaydi. Yerga oldin ishlov berish kerak derdi. Har ikkalasining ham tarafkashlari bo'lib, majlislar janjalga aylanib ketardi. Bir masala qayta-qayta muhokama qilinardi. Snowball hayvonlarning aqlini o'g'irlaydigan chiroyli nutqlari bilan ko'pchilikni ishontira olardi. Ammo Napoleon ovoz to'plashda udaburonlik qilardi. Qo'ylar unga yaxshigina yordam berardi. Ular tortishuvni diqqat bilan kuzatib, Napoleonning fikrlarini doimo quvvatlab turardilar. Qo'ylar Snowballning nutqlarini eng muhim va ta'sirchan joylarida uzib qo'yib, ikki oyoqliklar dushman, to'rt oyoqliklar do'st deb marashardi. Bu bilan boshqa hayvonlarning diqqatlarini o'zlariga tortishardi. Snowball Jonesning uyidan fermer va molboqar jurnalining eski sonlaridan birini topib olgan edi. Uni qayta-qayta o'qirdi. Hayvon fermasini rivojlantirish uchun turli rejalar tuzardi. Ferma yerlari atrofiga zovurlar qazish va mog'orlab ketgan ovqat qoldiqlarini qayta ishlatish haqida foydali maslahatlar berardi.
hayvonlarning axlatini ferma hovlisida qoldirish qo'shimcha ish kuchini va mehnatni talab qilishini asoslardi. Hayvonlar axlatlarini dalalarga o'zlari tashlashlari haqida kompleks reja tuzdi va uni hayotga tatbiq qilishga urina boshladi. Snowball tomonidan taklif qilinayotgan takliflarni Napoleon tan olmasdi. Ularning o'rniga o'zining loyihalarini ham bermasdi. U haddan tashqari bosiq edi. Aftidan kimnidir yoki nimanidir kutayotganga o'xshardi. Ular orasidagi shamol tegirmoni haqidagi tortishuv ayniqsa juda keskin bo'ldi. Snowball quriladigan shamol tegirmoni uchun hayvonlar turadigan joydan uzoqroq bo'lgan kichkinagina bir tepalikni taklif qildi. Tepalikni o'rganib chiqib, shamol tegirmoni qurilishi uchun shu joyning qulayligini isbotlab berdi. Quriladigan shamol tegirmoni dvijok yordamida ishlab, hayvonlar yotadigan supalarga yorug'lik berish hamda qish oylarida hayvonlar yotadigan binolarni isitishi ko'zda tutilgan edi. Navbosh shamol tegirmonining bug'doyni unga aylantirishi elektr mashinalar yordamida sigirlarni sog'ish haqida to'lqinlanib gapirardi. Ferma Jons hukmronligi davrida ham ibtidoiy mashinalar bilan ishlardi. Hayvonlar Snowball va'da qilayotgan mashinalar haqida eshitmagan ham edilar. Shuning uchun ham hayrat bilan quloq solishardi. Yaylovda o'tlab yurib qilingan suhbatlar davomida Snowball hayvonlarni lol qoldirardi. Kelgusida yaratiladigan turli elektr mashinalarini tasvirlab berib, hayvonlarning aqlini shoshirardi. Oradan 7 hafta o'tganidan keyin shamol tegirmonining loyihasi tayyor bo'ldi. Snowball shamol tegirmoni loyihasi bilan bog'liq mexanikaga oid bilimlarini Mister Jonsga qarashli bo'lgan 3 kitobdan o'rganardi. Har bir erkak o'z oilasi zaruriyatidan kelib chiqib, ming bir hunarni bilishi kerak deb hisoblardi. Ayniqsa, g'isht terish qo'lidan kelmaydigan birorta ham hayvon bo'lmasligi kerak deb o'ylardi. Shamol tegirmonining loyihasini chizish uchun Mister Jons davrida yangi tug'ilgan qo'zlarini parvarishlash uchun ajratilgan xonani tanladi. Xonaning poli tekis edi. Shuning uchun ham ish kabinetiga aylantirgandi. Snowball xonada kun bo'yi qolib ketardi. O'qiyotgan kitobining kerakli sahifasining bir tomoniga tosh bostirib qo'yardi. Ikkinchi sahifasini esa panjalari orasiga olardi. Ikkinchi oyog'i bilan esa polga chizilgan loyihani mukammallashtirib borardi. Dummi esa devor soatining toshlari kabi u yoqdan bu yoqqa borib kelardi. Ba'zan boshini ko'tarib, xursandchilik bilan ehi deb yuborardi. Ora-bora shamol tegirmonining tishlari va parraklari loyihada mukammallashib borardi. Chegaliklar yechila borib, shamol tegirmonining loyihasi xona polining yarmidan ko'pini egallab oldi. Boshqa hayvonlar chizmalarga umuman tushunmas edi. Shunga qaramay chiziqlarga qiziqsinishib, obdan tikilishardi. Boshlarini chayqab hayratlanishardi. Loyihaning tayyor bo'lishini esa intiqlik bilan kutardilar. Hech bo'lmaganda kuniga bir marta hayvonlar aqli Snowballning chizma chizishini tomosha qilish uchun kelishardi. Hatto hech nimaga aqli yetmaydigan tovuqlar va o'rdaklar ham loyihalarga qiziqishardi. Hayvonlar bo'r bilan chizilgan chizmalarni bosib olmaslik uchun ehtiyotkorlik bilan qadam tashlashardi. Faqat Napoleon kelmasdi xolos. Napoleonning shamol tegirmoni qurilishiga qarshi ekanligini hamma hayvonlar bilishardi. Uning o'zi buni oshkora aytgan edi. Shunga qaramasdan, kunlardan bir kuni kutilmaganda loyihani tekshirib ko'rish bahonasi bilan Snowball ishlayotgan xonaga kirib keldi. Atrofni sinchiklab qarab chiqdi. Loyihani ham yaqin kelib kuzatib chiqdi. So'ngra burnini bir necha marta tortib, ko'zlarining kiri bilan Snowballga nodor nazar tashladi va birdaniga oyoqlarini ko'tarib turib, loyiha ustiga siyib yubordi. So'ngra lom-mim demasdan orqasiga qaytib ketdi. Fermadagi hayvonlar allaqachon ikki guruhga ajralib ketgan dedilar. Ular shamol tegirmoni loyihasi va uning qurilishi haqida baqirib-chaqirib janjallashishardi. Snowball qurilishning og'irligini inkor qilmasdi. Toshlarni kesish, ulardan poydevor va devorlar ko'tarish oson ish emasligini tan olardi. Qurilish uchun yelkan, generator va kabellar kerakligini ta'kidlardi, lekin ularni qayerdan sotib olishni aytmasdi. Hatto hayvonlar astoydil mehnat qilsalar qurilishni bir yilda tugatish mumkinligini va buning uchun esa hayvonlar haftaning har 3 kunida hashar qilishi kerakligini ma'lum qilardi. Napoleon oziq-ovqatni ko'paytirish, ishlab chiqarishni kuchaytirish haqida qayg'urardi.
Agar fermalarga hamma kuch-shamol tegirmoni qurilishi uchun sarflanadigan bo'lsa, hayvonlar och qolishi muqarrarligini qayta-qayta ta'kidlardi. Nobol esa chiroyli nutqlari va chaqiriqlari hamda hayvonlar aqlini o'g'irlaydigan shiorlari bilan haftaning 3 kunida hashar yo'li bilan ishlashlariga rozi bo'lib ovoz berishga undardi. Napoleon esa oxirlaringizni yem va derdlarga to'liq bo'lishi va oziq-ovqatlaringizning sirabgarchiligi uchun oyoqlaringizni ko'taring derdi. Xullas, hayvonlar ikkala yerga bo'lingandilar. Ular orasida faqat Benyamingina betaraf edi. Uning nazarida oziq-ovqatni ko'paytirish ham, shamol tegirmonini qurish ham fermadagi hayvonlar hayotini yaxshilashga yordam bermasdi. Shamol tegirmoni qurisa ham va qurilmasa ham turmush bir tekisda davom etib umr o'taveradi. Shamol tegirmoni qurilishi yaxshilikka olib bormaydi deb o'ylardi. Hayvonlar shamol tegirmoni qurilishidan tashqari hayvon fermasining himoyasi ustida ham bosh qotirishardi. Insonlar molxona jangida mag'lub bo'lishgan bo'lsa ham, xohlagan paytlarida yana hujum boshlashlarini bilishardi. Birdan bostirib kelib, fermani Mister Jonsga olib berishlari tabiiy hol edi. Buni har qadamda kutish mumkin edi. Hayvonlar buning o'ziga xos sabablari borligini sezib turishardi. Insonlar ustidan g'alaba qozongan hayvonlar haqidagi xabarlar yer yuzi hayvonlari orasida tezlik bilan tarqalib borardi. Fermalardagi hayvonlarning tinchi buzilib borayotgandi. Ular ham insonlarga qarshilik qo'zg'alon ko'tarish harakatiga tushib qolishgan edi. Mudofaa muammosini hal etishda ham odatdagidek Napoleon Snowball bilan kelisha olmasdi. Napoleon qurollar sotib olib, hayvonlarni qurol ishlatishga o'rgatishni muhim deb hisoblardi. Snowball esa yer yuzidagi fermalarda yashovchi hayvonlar orasida targ'ibot ishlarini olib borish uchun kaptarlarni safarbar qilishga ko'proq ishonardi. Kaptarlar yordamida qo'zg'alonga undashning afzalliklari haqida jo'shi va'zi aytardi. Yer yuzidagi mavjud fermalarning hammasida qo'zg'alon ko'tarilib, g'alaba qozonadigan bo'lsa, himoyani o'z-o'zidan keragi bo'lmaydi deb tushuntirishga harakat qilardi. Hayvonlar avval Napoleonni tinglashardi, so'ngra Snowballga quloq solishardi. Lekin qaysi biri haq ekanligini ajrata olmasdilar. Shuning uchun ulardan qaysi birining nutqi ta'sirchan bo'ladi degan bo'lsa, o'sha yoqqa qarab oqib ketishardi. Aravani ot qaysi tomonga tortadigan bo'lsa, o'sha tomonga qarab yo'l olishardi. Nihoyat Snowball shamol tegirmonining loyihasini tugatganligini e'lon qildi. Uning qurilishi haqidagi masalani hayvonlar orasida ovozga qo'yish vaqti ham yetib keldi. Masala yakshanba kuni o'tkaziladigan majlisda hal etiladigan bo'ldi. Hayvonlar katta molxonaga yig'ilishdi. Shamol tegirmoni haqida gapirish uchun Snowballga so'z berishdi. U shamol tegirmonining qurilishini himoya qilib, salobat bilan ta'sirchan ma'ruza qila boshladi. Qo'ylar marashib, uning so'zini tez-tez bo'lib turishardi. So'ngra Napoleon o'rnidan turib, shamol tegirmoni haqida Snowball aytgan gaplar safsata ekanligini tushuntira boshladi. So'ngra hayvonlarni ovoz bermasliklarini so'rab darhol o'tirdi. U nihoyatda qisqa gapirdi. O'zini bu masalaga beparvodek tutardi. Birdan Snowball sapchib oyoqqa turdi. Qo'ylar miray boshlashdi. Snowball qo'ylarning tovushini bosib tushadigan baland ovozda gapira boshladi. Shamol tegirmonining qurilishiga ovoz berishlariga undab, o'z fikrlarini asoslay boshladi. Ovoz berishda teng ikki guruhga ajralib ketgan hayvonlar Snowballning maroqli va chiroyli ma'ruzasi ta'siriga berila boshladilar. Snowball hayvonlar fermasining kelajagi haqida kuyib-yonib gapirardi. Hayvonlarning ko'zi o'ngida kelajakdagi farovon hayot manzaralari tiklanardi. Qo'l mehnatini hayvonlar yelkasidan ko'tarib yuboradigan, elektr quvvati bilan ishlaydigan mashinalar yaratilish haqida va'da berardi. Faqat hozirda hayvonlar ko'rib turgan somon maydalovchi mashinalar emas, balki yer haydovchi traktorlar, hosil yig'uvchi kombaynlar, xashaklarini bosib mahkam bog'lovchi va donlarni nallarga ajratuvchi texnikalarning yaratilishi haqida bashorat berardi. Hatto derdi u, elektr quvvat yordamida hayvonlarni jarrohlik yo'li bilan davolash mumkin. Undan tashqari elektr nurlari yordamida har bir hayvon supasiga yorug'lik uzatilishi, issiq va sovuq suvlarning olib borilishi, xonalarning isitilishi haqida so'zlardi. Hayvonlar butun xotirlarini jamlagan holda diqqat bilan quloq solishardi.
Ularning yuzlaridan Snowballga xayrixoh ekanliklari sezilib turardi. Ularning shamol tegirmoni qurilishi uchun ovoz berishlariga shubha ham qolmagan bo'lardi. Kutilmaganda Napoleon sakrab o'rnidan turib ketdi. Ko'zlarini o'qraytirib, g'azab bilan Snowballga qaradi va hayvonlar shu paytgacha eshitishmagan vahimali ovoz bilan chiyilladi. Tashqaridan esa hayvonlarni dahshatga soladigan xo'rish eshitildi. So'ngra bronza ko'zli bo'yinbog' taqqan 9 it harbiycha qadam tashlab molxonaga kirishdi va to'g'ri Snowballga qarab yurdilar. Itlar tishlarini g'ijirlatib, g'azabga mingan holda irillab, o'zining ustiga bostirib kelayotganligini ko'rgan Snowball qo'rqib ketganidan shoshib qoldi, lekin tezda hushini yig'ib olib, molxona eshigidan qochib chiqishga ulgurdi. Itlar uning orqasidan quviy boshlashdi. Yuz berayotgan voqeani ko'rib hayvonlarning tillari aylanmay qoldi. Qo'rqinlaridan dag'-dag' titrashib, ularni so'zsiz kuzatishardi. Snowball ferma tashqarisidagi katta yo'lga tutashib ketgan yalov bo'ylab yugura boshladi. U itlar kabi tez yugurolmasdi, lekin chopag'on itlar ham uni tutisholmasdi. Itlar yeta-yeta deb qolganlarida Snowballning oyoqlari qayrilib, yerga yuztuban ag'darilib tushdi. Itlarning tutib olishlari aniqqa o'xshardi. Snowball o'rnidan jon holatda turib, yana oldinga intildi. Itlar yana yaqinlashib qolishdi. Hatto ulardan biri Snowballning dumini tishlab olishiga ozgina qoldi. Dumini darhol o'ziga tortib olib borkuchi bilan qocha boshladi. Itlar tutib olay deganlarida hayvon fermasini o'rab olgan to'siqning teshigidan o'tib ketdi. Snowball itlarga ko'rinmay qoldi. Jazavas quzib ketgan itlar bir zum jim qolishdi. So'ngra orqalariga qaytdilar. Dadil va og'ir qadamlar bilan molxona binosiga qaytdilar. Avvaliga hayvonlar dahshat soluvchi itlarning qayerdan kelib qolganligini anglasha olmadi. Lekin kuchoqlar terisini qoplab olgan junlarning rangidan va ularning summatidan Jassi va Bluebellning laychalari ekanligini tushunishdi. Ularning yoshlari katta bo'lmasa ham bahaybat ko'rinardilar. Bo'ridek shiddatli va qo'rqinchli bo'lgan bu itlarni Napoleonning atrofida aylanib yurishganini hayvonlar ko'rishgandi. Itlar avvallari Mr. Jonsning oldida dumlarini likillatib, qanday erkalangan bo'lsalar, Napoleonning oldida ham shunday erkin harakat qilishardi. Hayvonlar buni sezib turishardi. Napoleon qari mayor nutq so'zlagan polning baland qismiga chiqdi. Hayvonlarni bir-bir ko'zdan kechirib, biroz to'xtaldi. So'ngra bugundan boshlab yakshanba kunlari majlislar bo'lmasligini e'lon qildi. Shuncha paytdan beri majlislar uchun hayvonlarning juda ko'p vaqtlari sarf bo'lganligini aytib taassuflandi. Bundan keyin hayvon fermasidagi barcha muammolarni cho'chqalardan tashkil topgan maxsus qo'mita hal qilishligini e'lon qildi. Bu maxsus qo'mitaga Napoleon rahbarlik qilardi. Qo'mita a'zolari masalalarni hal qilish uchun alohida yig'ilishardi. Qabul qilingan qarorlarni fermadagi hayvonlarga yetkazish bilan shug'ullanishardi. Hayvonlar har yakshanba kuni chaqirilardi. Lekin ular Napoleon bilan habechasiga salomlashar va Angliya hayvonlari qo'shig'ini kuylashar, so'ngra qabul qilingan qarorlarni eshitishardi. Snowballning fermadan haydalishi ular orasida norozilik tug'dirgan bo'lsa ham, buni tillarga chiqarishga hayiqishardi. Agar oldingi majlislarda bo'lganidek munozaralar bo'lib turganida e'tirozlarini bildirishga imkoniyat topishardi. Afsuski, hayvonlar endi u imkoniyatlarini yo'qotib bo'lgandilar. Bokser nihoyatda notinch edi. Boshini qimirlatib, sochlarini silkitib, quloqlarini dikkaytirib fikrlarini bir joyga to'plashga va bo'lib o'tgan voqeani tushunishga harakat qilardi. Lekin Snowballning haydalishiga yetarli sabab topa olmasdi. Majlis voqealarini xayolida qayta-qayta tiklardi. O'sha majlis o'tkazilgan kuni oldingi qatorda o'tirgan 4 ta yosh cho'chqa bo'lib o'tgan voqeani qullamaganliklarini bildirishib chiyillashdi. Ular birdaniga baravarga o'rnlaridan turishib, bir-birlariga so'z bermay, baravarga gapira boshlashdi. Shunda Napoleonning atrofini o'rab o'tirgan itlar xavf solib irillashdi. Cho'chqalar darhol jim bo'lishib, joylariga o'tirishdi. Qo'ylari 4 oyoqliklar do'st, 2 oyoqliklar dushman deb maray boshlashdi. Chorak soat davom etgan muhokama shu tarzda yakunlangandi. Snowball haydargandan keyingi yakshanbada Skuviller cho'chqalar qo'mitasi qabul qilgan qarorlar bilan hayvonlarni tanishtirdi. O'rtoqlar deb so'z boshladi. Skuviller
O'rtoq Napoleon mashaqqatli va og'ir vazifani bajarishni o'z ustiga olayapti. Bu bilan fermaning iqtisodini mustahkamlash qo'zg'olon g'alabasi bergan ozodlikni qo'limizda saqlab qolish uchun o'zini fido qilmoqda. Men sizlarni ishontirib aytamanki, Napoleon yelkasiga olayotgan bu mas'uliyat talab qiluvchi ish haqiqatan ham qurbonlik talab qiladigan mehnatdir. O'rtoqlar, rahbarlikni rohat va farog'at deb o'ylamang. Aksincha, hayvon fermasini boshqarish uchun chuqur bilim, shijoat va mas'uliyat kerak bo'ladiki, hayvonlarning teng huquqligini Napoleonchalik tushunadigan va uni himoya qiladigan hayvon oramizdan topilmaydi. Haqiqatda sizlarning mustaqil fikrlashlaringizni ko'rib o'rtoq Napoleon nihoyatda xursand bo'ladi. Lekin o'rtoqlar, afsuski, zancharkashliklar orasida o'rlashib qolganingizni bilmay qolasiz. O'zingiz tanangizga yaxshilab o'ylab ko'ring. Shoshma-shosharlik bilan chiqarilgan noto'g'ri xulosalar bizni xarob etishi mumkin. Jiddiy o'ylab ko'rganimizdan keyingina bir fikrni aytishga o'rganishimiz kerak. Yanni 7 o'lchab bir kesmasak bo'lmaydi. O'rtoqlar, axir Snowball tomonidan o'rtaga tashlangan shamol tegirmonining qurilishi tinkamadorimizni quritib yuborishi haqida o'ylab ko'rdingizmi? Oyning yorug'ida ham ishlashimizga majbur qilyapti. Bu esa hayvonlar huquqini hurmat qilmaslik ekanligini bilasizmi? Bu jinoyat qilish bilan barobardir. Ha, o'rtoqlar, Snowballning qilmoqchi bo'lgan ishlarining hammasi jinoyat edi. U hayvon manfaatlarini himoya qilmaydigan va o'zi haqidagina qayg'uradigan jinoyatchi edi. Agar Snowballga ergashganimizda ahvolimiz nima bo'lishini tasavvur qila olasizmi? Yo'q, tasavvur eta olmaysiz. Bizning holimizga maymunlar yig'larda, Vorxona jangida mislsiz qahramonlik ko'rsatgan edi, dedi past ovoz bilan qaysidir hayvon. Qo'zg'alon g'alabalarini saqlab qolishimiz uchun qahramonlikning o'zi kamlik qiladi, dedi Skuyler. Hozirgi kunimizda sodiqlik haqida o'ylashimiz kerak. Bugungi kunda hayvon fermasini boshqarayotgan rahbarga bo'ysunish juda muhim. Shuni aytish kerakki, molxona jangida Snowballning ko'rsatgan xizmatlariga berilgan baho nihoyatda oshirib yuborilgan. O'rtoqlar, hozir intizom, temir intizom kerak. Intizom bugungi zaruriyatdir. Bir noto'g'ri yoki yanglish qo'yilgan qadam dushmanlarimiz bo'lgan ikki oyoqli insonlarning qaytib kelishiga yo'l ochadi. O'rtoqlar, sizlar esa albatta Jons va uning xizmatchilarining qaytib kelishini istamaysiz. Hayvonlar bahsni to'xtatdilar. Chunki Jons va uning xizmatkorlarining fermaga qaytib kelib, o'zlarining ustidan hukmronlik qilishlarini xohlashmasdi. Agar deb o'ylashardi, hayvonlar yakshanba kunlari bo'ladigan majlislar Jonsning qaytib kelishi uchun yo'l ochadigan bo'lsa, ularni to'xtatish kerak. Ser hayvonlarning xayoliga kelgan bu fikrlarni shunday ifodaladi. O'rtoqlar, agar o'rtoq Napoleon shunday deb aytayotgan bo'lsa, bunga ishonavering, shu kundan boshlab Napoleonning so'zlarini tasdiqlash bokserning doimiy shioriga aylandi. Uning men ko'proq va yaxshiroq ishlashim kerak degan shiori yoniga Napoleonning hamma so'zlari haqiqat degan yana bir shior qo'shildi. Bokser keyingi hayoti davomida har ikkala shiorga amal qilgan holda yashay boshladi. Qishki sovuqlar ketib, ob-havo biroz yumshadi. Ferma dalalarida bahorgi ishlar boshlab yuborildi. Snowballning shamol tegirmoni loyihasi chizilgan xona mahkam berkitildi. Bu bilan chizmalarning yo'qolib ketmasligining oldi olingan edi. Yakshanba kuni soat 10 larda hayvonlar molxonaga yig'ilishdi. Ular kelasi hafta uchun beriladigan topshiriqlarni olishlari kerak edi. Shu kuni Mevazor chekkasiga dafn etilgan qari mayorning qabri ochildi. Bosh suyagining istileti olinib, bayroq osilgan tayoq tagidagi to'ngak yoniga qo'yildi. Hayvonlar yig'inlar o'tkaziladigan molxona binosi ichiga kirishayotganlarida baland qilib ko'tarilib, havoda hilpirayotgan bayroq ostidan o'tishar, bosh suyagicha g'anog'i qo'yilgan bayroq ostidan uzoqroq yurib, unga izzat, hurmat ko'rsatishga majbur bo'lishdi. Majlisning tartibi o'zgargan edi. Napoleon, Skuyler va iste'dodli shoir deb tan olingan minmas uchalalari minbarga chiqib o'tirishdi. Ularning atrofini 9 ta yosh doira bo'lib o'rab olishdi. Ular orqasida esa xuddi xor kapelalaridagi ashulachilar qator kabi boshqa cho'chqalar o'tirishardi.
ularning orqasidan boshqa hayvonlar joy olishdi. Hamma hayvonlarning diqqati minbarda savlat solib o'tirgan 3 cho'chqaga qaratilgandi. Napoleon bir haftalik topshiriqlarni keskin va qat'iy ohangda yo'g'on ovoz bilan tushuntirdi. So'ngra anga hayvonlari qo'shig'ini bir marta kuylashganlaridan keyin tarqalishdi. Nobol fermadan haydalganining 3-yakshanbasida Napoleon shamol tegirmonining qurilishini boshlash haqida buyruq berdi. Buni eshitgan hayvonlar hayron bo'lishdi. Napoleonning o'z qarorini o'zgartirish sababini bilolmasdan aqllari shoshib qoldi. Ular lol qolib bir-birlariga qarardilar. Napoleon ishning murakkabligi va qiyinchiliklari haqida mufassal gapirdi. Hatto qurilishga sarflanadigan mablag' hisobiga hayvonlarga beriladigan oziq-ovqatning miqdori kamayishi mumkinligini aytib, ularni ogohlantirdi. Shamol tegirmonining loyihasi mukammal tayyorlangandi. Uning ustida maxsus tuzilgan cho'chqalar guruhi 3 hafta davomida tinimsiz ishladi. Ishchi guruhi shamol tegirmoni qurilishiga 1 yil sarflanishi haqidagi o'zining xulosasini berdi. Skuyler bo'lsa hayvonlar orasida o'zining tushuntirish ishlarini boshlab yubordi. U kechqurunlari hayvonlar qonni qizitib yuboradigan otashin nutqlarni so'zlardi. O'rtoqlar deb murojaat qilardi u. Hurmatli rahbarimiz o'rtoq Napoleon shamol tegirmoni qurilishiga hech qachon qarshilik qilgan emaslar, aksincha uni himoya qilishgandi. Nobolning go'daklar boqiladigan xona poliga chizilgan loyihasi asli hurmatli rahbarimiz Napoleon tomonidan yaratilgandi. Snowball uni o'g'irlab olgan edi. Shamol tegirmonining qurilishi haqidagi g'oya ham dastlab o'rtoq Napoleon tomonidan ko'tarilgandi. Shu payt hayvonlar orasida o'tirgan qaysi bir hayvon nima uchun o'rtoq Napoleon shamol tegirmoni qurilishiga qarshilik qilgandi deb so'rab qoldi. O'rtoqlar deb javob berib boshladi Skuyler. Bizning rahbarimiz o'rtoq Napoleon xushyor, epchil va uddaburon, u ro'y beruvchi voqealarni oldindan ko'ra olgani hamda Snowballning yashirin harakatlarini sezganligi uchun ham shunday qilgan edi. Asl haqiqatni ochib, Snowballning dushmanligini fosh etish maqsadida shamol tegirmonining qurilishiga qarshilik qilishgandi. Bizning g'alabamizni ko'rolmagan Snowball xavfli dushmanimiz edi. Ta'sirchan va chiroyli ma'ruzalari bilan o'zining asli maqsadini niqoblab olgandi. Hayvon fermasini ichidan turib tashqi dushmanlarimiz bilan hamkorlikda qo'poruvchilik ishlarini olib borishga tayyorgarlik ko'rayotgandi. Dono rahbarimiz o'rtoq Napoleon esa buni sezib turardi. Shu bois ham shamol tegirmonining qurilishiga o'zini qarshidek qilib ko'rsatgandi. Bu Snowballning dushmanligini fosh etish va bo'ladigan ko'ngilsiz ishlarning oldini olish uchun qilingan ishlardan biri edi. Buni harbiylar va siyosatchilar taktika deb ataydilar. Skuyler oxirgi jumlani 3 marotaba baland ovoz bilan takrorladi va dumini likillatib maroq bilan ayorona kuldi. Hayvonlar bu so'zning ma'nosini aniq tushunmasalarda Skuylerning so'zlaridagi ishontirish quvvati ularning aqllarini o'g'irlab muhokama qilish hofizasini yo'qotdi. Uning ustiga itlardan 3tasi tahdid solib eriladi. Natijada Skuylerning fikrlari hayvonlar tomonidan so'zsiz qabul qilindi.